qadrdonlarim, holingizni bilgani keldim. Oching quchoq mehribonlarim, sog'inib ko'rgani keldim. Baland tog'ni lolalari bor, kuylarimning nolalari bor. Suhbat yaxshi yaxshi dadidor, ham nafas bo'lgani keldim. Yaxshimisiz qadrdonlarim, holingizni bilgani keldim. Oching quchoq mehribonlarim, sog'inib ko'rgani keldim. Baland tog'ni lolalari bor, kuylarimning nolalari bor. Suhbat yaxshi yaxshi dadidor, ham nafas bo'lgani keldim. Suhbat yaxshi yaxshi dadidor, ham nafas bo'lgani keldim. Mehribonlarim, qadrdonlarim, sizni sog'inib ko'rgani keldim. Mehribonlarim, qadrdonlarim, sizni sog'inib ko'rgani keldim. Yaxshi kuningizni bezayda, dil-dilimdan mehr berayda. Yulduzlardek qursangiz davra, oy bo'lib to'lgani keldim. Sozlandimi do'mbira dutor, sizga aytar o'lanlarim bor. Yoningizda misoli bahor, gul bo'lib kulgani keldim. Yoningizda misoli bahor, gul bo'lib kulgani keldim. Mehribonlarim, qadrdonlarim, sizni sog'inib ko'rgani keldim. Mehribonlarim, qadrdonlarim, sizni sog'inib ko'rgani keldim. Men dilimni zorini aytib, dangalini borini aytib, elimni yorini aytib, davronlar surgani keldim. Boringizga shukr do'stlarim, jigarlarim, qaro ko'zlarim. Sizga rahmat, sizlarga ta'zim, sizni shod qilgani keldim. Sizga rahmat, sizlarga ta'zim, sizni shod qilgani keldim. Go'zalligi, qarang, tarovati, ko'rki boshqacha bugun. Sababi to'yxonamizning davrasi mehmonlar bilan to'lib turibdi. Qarang, davramiz shodon va gulgun. Barcha mehmondo'st, mehnatkash, to'ysevar, tinchliksevar, elsevar, bolasevar, farzandsevar xalqimiz kulib turibdi. Yaxshi kayfiyat hammalaringizga hamroh bo'lsin. Og'aylar, to'yimizni chiroyiga go'zallik qo'shib, bugun to'y egalarini to'ylari bilan G'aybulla taomni, mavlud unamni tabriklayman deb ijtimoiy tarmoqlarda yaqinlar tabrigi agentligi hammamizga yaxshi ma'lum. O'sha bizga tanish, el sevgan, bugun xalqimizni quvonchli kunlarga ko'rgi baxsh etgan jamoa kechamizning aziz mehmoni. Keling, bitta chiroyli musiqa sadolari ostida yaqinlar tabrigini davramizga taklif etamiz. To'yimizni fayziga chiroy baxsh etib. Marhamat. Assalomu alaykum. Oybuloq to'ylar maskaniga kelgan aziz do'stlar, hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga oqshom xayrli bo'lsin deymiz. Bugun tantanali oqshomda diydor qadar ko'rishib turar ekanmiz. Elyor akamizning xonadonlarida, Abror akamizning xonadonlarida katta to'y, tantana kutilgan, sog'inilgan orzular ushalgan oqshom farzandlarning xatna to'ylarini nishonlayaptilar. Ayvla buvamizning bugun yubiley to'ylari imkon bo'lsa o'zlarini taklif qilamiz. Ayvla bu keling, yonimizdan Mavluda onamizni taklif qilamiz. Onajon keling. To'ylar muborak bo'lsin. Jahongirbek, Sherozbekka uzoq umr tilaymiz. Yurtimizda saxiy boylardan, saxiy ilm egalaridan, saxiy kuch-qudrat egalaridan bo'lsin. Otalariga, bobolariga munosib inson bo'lishlarini tilakdoshimiz. Mavluda onamiz she'rdanami? Farzandlarini baxtini, kamolini, quvonchli kunlarni ko'rishlik nasib etsin. Mavluda onamiz bilan qo'sha qaring. Hayotda omad, baxtli kunlar har lahza
Allohim ravo ko'rsin. Mavlona assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin, bayramlar muborak bo'lsin. Bugun erta tongdan bir haftadan beri qo'yarga qo'ymay telefon qilib erta tongdan kelyapsizlarmi deb muqaddas opam telefon qilgandilar. Otamga, onamga rahmatimni aytaman. Akajonlarim to'y qilyaptilar, jiyanlarimizni to'ylarini, xatna to'ylarini. Bugun otamni, onamni yo'qlik to'ylari. Baxtimizga sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Dunyo turguncha tursinlar, hoji ota, hoji ona bo'lib yursinlar. Bugun quvonchli kunlarda otamni, onamni duolarini olaman degan niyat qilganmiz. Otam, onam 5 ta farzandni dunyoga keltirib, bekam ko'z o'stirdilar, voyaga yetkazdilar. Hammamizni uyli, joyli, hunarli, ilmli qildilar. Otajon, onajon bergan tarbiyangiz uchun ming rahmat. Sizni yaxshi ko'ramiz. Dunyo turguncha turing. Shu paytgacha o'g'limni, qizimni to'yini qilib beray, maktabga joylashtiray, hunar o'rgatay deya bizni deya mashaqqat chekib umringizni gulday davrlarni o'tganni ham sezmadingiz. Bolam deya umringizni o'tkazdingiz. Aslida o'ylab qarasak, peshonangizga tushgan ajinlarda, sochlaringizga tushgan qorqiroqlarda biz farzandlarni aybu xatolarimiz bo'lishi mumkin. Ming bor uzr so'raymiz. Otajon, onajon sizni yaxshi ko'ramiz. Endi bundan buyog'iga biz farzandlar yuguraylik, yuraylik, ishlaylik, mehnat qilaylik, otamni to'ylarini qilib beraylik. Ota-onamga yangi mashinalar sovg'a qilaylik, yangi uylar sovg'a qilaylik. Umralarga, hajlarga yuborishlik nasib etsin. Akajonlarim, singlim baxtimizga sog' bo'lsinlar. Biror marta ota-onamiz kamimizni yuzimizga solmaganlar, qadrimizni oshirganlar, yomonimizni yoshirganlar. Yoshlik chog'larimdan o'g'lim jo'ralardan kam bo'lmasin, qizaloqlarim dugonasidan kam bo'lmasin deya mehnat qilgan ota-onamga katta rahmatimni aytaman deya muqaddas opam bir chiroyli sovg'alar olgan ekanlar sizga. Padara buzrukvorimga, volidamga deya yaxshi niyat qilganlar. Imkon bo'lsa marhamat qilamiz, chiroyli qarsaklar hamda musiqalar sadosi ostida muqaddas opamizning o'zlarini taklif qilamiz. Dadajonlariga, ijodlariga sovg'alari bor. Ushbu sovg'alarni taqdim etadilar, marhamat. Dunyodagi eng chiroyli guldastalar. Qarsigina bo'ltirsin, qarsigina qarindoshlar bormi sizlar? To'ylar muborak bo'lsin. Otajonlariga kumush uzuklarni taqib qo'yaptilar. Onajonlariga Nurdona opamiz yaxshi niyatlar bilan baxtimizga ota-onalarimiz sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Nabiralarning sovg'alarini ham qabul qilib olasizlar, marhamat. Baxtimizga sog' bo'linglar. Tabriklashga yana bir sabab bor ekan. Akram akamizning tug'ilgan kunlari ekan, bitta chiroyli qarsaklar bo'lsin, qarsaklar. Akram aka tabriklaymiz, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Qo'shganingiz bilan qo'shiq g'arib farzandlarni huzur halovatini ko'ring. Elyor aka,
To'ylar muborak bo'lsin akajon. Amro'larga to'ylar muborak bo'lsin. Farzandlaringizni orzu umid bilan katta qilyapsizlar. Ortlardan faxrlanib yuringlar. Yurtimizga xizmat qiladigan iymonli, dini, diyonatli boylardan bo'lsin. Ota-onalariga munosib inson bo'lsinlar. Ayollar buva, yaqin kunlarda bir qarindoshlaringizni to'yxonalaringizga tabrikka borgandek muqaddasibon ko'rib, aka yaqinda otamni yo'qli to'ylarini qilamiz, onamni yo'qli to'ylarini qilamiz. Akajonlarim niyat qilyaptilar. Borib bir esdalik bo'ladi. Akamlarni tabriklasam, jiyanlarim hayotda omadini bersin, katta yigitlar bo'lsin. Dadajonim, ayajonim baxtimizga sog' bo'lsinlar. Bir tabriklaysizlar bizning nomimizdan. Bir videolarga olib ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirib berasizlar. Niyatlarimiz bor degandilar. To'pisini otsin osmonga. Ko'zi kulib boqsin zamonga, qo'li dadil uzatsin nonga. Hayot bo'lsa kimning otasi, hayot bo'lsa kimning onasi. Go'zal taqdir peshonasi bor. Tillato'la koshonasi bor. Makkatulloh ostonasi bor. Hayot bo'lsa kimning otasi, hayot bo'lsa kimning onasi. Osmon kulsa oyi o'shadir. Kamon o'tsa yoyi o'shadir. Odamlarning boyi o'shadir. Hayot bo'lsa kimning otasi, hayot bo'lsa kimning onasi. Ayollar buva, endi bundan buyog'iga ishlamang. Faqat dunyo kezing. Majda onamizni olingda birgalikda mashinalarga minib O'zbekiston qayerga bormagan bo'lsangiz farzandlar, akajonlarimiz, opajonlarimiz yuborsinlar. Dunyo kezing. İstanbul deysizmi, Maldiv orollari deysizmi, bir aynan dam oling. Umralarga, hajlarga boring. Nasib bo'lsa hajga borib kelganlaringizni ham mana birgalikda Elyor akam boshchiligida aka-ukalar, opa-singillar yig'ilib, dadajonim, ayajonim hajdan kelyaptilar, haj to'ylarini qilyapmiz deganlarida yana hammamizni Allohim qatorimizdan kam qilmasin, shukrlarga yetkazsin. Tilagimiz shu, Xudo qo'llasin. Yaxshi niyat doim qo'llasin. Hasad o'lsin, havas o'lmasin. Lablarimiz doim baxtdan kulib tursin. Bitta ayollar bo'ldi mikrofonlarni beraman. Farzandlarni bir duo qiling, omadini bersin. O'zbekistonimizda kambag'al qolmasin. Hamma boy bo'lsin, hammani xonadonida to'ylar bo'lsin. Assalomu alaykum. Aziz şu farzandlarimni ovolimni hech kim haqida emassin, shu yaxshi insonlar bo'lsin. Hamisha omad tilayman, shularga omadini bersin, shular sog' bo'lsin, baxtimizga hamisha yaxshi kunlarga kelingizlar, mehmonlar, hamisha kutib olamiz. Agar sog' bo'lingizlar, omon bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, prezidentimiz omon bo'lsin. Hamisha yaxshi kunlarda shunaqa uchrashib turaylik. To'yamiz shu oilaga hammasiga rahmat. O'g'illarim shu qo'llab-quvvatlaganlarga sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarda kelsin. Usta bunyodkorlik qilib, misqollab topib, halol luqma bilan 5 ta farzandni bekam ko'z o'stirgansiz. O'zingiz yemay yedirgansiz, o'zingiz kiymay kiydirgansiz. Farzandlarning kamolini ko'ray deya. Muqaddasibon bir narsani aytdilarda, meni baxtim, omadim, quvonchim shu oilada dunyoga kelganim. Shunday ota-onani farzandi bo'lganim. Ota-onamga katta rahmat. Meni dunyoni quvonchliklarini, quvonchini, shodligini tufaylayotgan ota-onamga katta rahmat. Allohim bir davlat bersin, omadimni bersin, ota-onamni quvontirishlik nasib etsin deya yaxshi niyatlarni qildilar. Onajon mikrofonlarni beraman. Nabirlaringiz bir duo qiling, omadini bersin, marhamat. İhballar ve mizballar, mana bugun o'g'lim Ilyarjon va Abrorjonlarning o'g'illari Shirazbek va Jahongirjonlarning xatna to'ylariga xush kelibsizlar. Va yana shu orqali Akramjonning tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Yuzlarga kulib tursin, Xudoning baxtiga sog' bo'lsin. Xudoyim o'g'illar berib shu kunlar to'ylar tilaylik. Har bir yilning bahori bor, yodi bor. Har ko'ngilning suygani bor, rozi bor. Har narsadan o'ziga xos bir xislat, shoirning-chi yuragi bor, rozi bor. Bo'ldi, rahmat.
Onajon, farzandlaringiz boy bo'lsin, bularning rohatini ko'rib, aylanib berishlik nasib etsin. Buvam bilan qo'sha qaring. Muqaddas opamga mikrofonlarni beraman. Qalblarida ezgu niyatlari bor. Akajonlariga, dadajon, ayjonimizga rahmatlarimiz bor, marhamat. Assalomu alaykum. Uzoq-yaqindan kelgan mehmonlar va mehmonlar. Mana bugun Karam xonadonida katta to'y tantana, bu to'yning sababchilari Jahongir hamda Sherab etmayapti. Hamda dadajonimni, ayajonimni yubiley olish uchun yubileylari. Shu munosabat bilan tabriklayman. Doim 80ga, 90ga kirganda mana shunday yubileylar qilib yuring dadajon. Bizlar maniga shuncha yoshga kirdik, lekin dadajonimizni bir marta quchoqlab sizga yaxshi ko'ramiz deya olmaganmiz. Hech qachon. Mana bugun fursati bo'pti. Sizni yaxshi ko'ramiz dadajon. Doim boshimizga bosh urib yuring. Sabatimizga sog'lik. Onajonimizga juda ko'p aytganmiz, dadajonimizga qandaydir seskanib turganimizda aytolmaganmiz. Bugun shuni niyat qildim, Allohdan vobshe niyat qildim. Shunchalar bizlarni shunga yetkazar ekan, otam bilan onamga shunaqa tabriklar qilar ekanmiz deb. Men bugun nasib qildi. 90 yoshda nasib qildi. Allohim, men shunday dasturxonlar yozaylik, hamma kelsin. Akalarim, yengalarim qo'sha qilsin, bolalar huzurini ko'rsin. Shu qatorda singlim ham qo'sha qilsin. Bolalar huzurini ko'rsin. To'ylar qilsin. To'ylarda xizmat qilib, hammasi qizlar izlasin, o'g'illar uylantirsin. Ayam bilan dadajon doim mana shunday tursin aytgan. Yana bir bor tabriklayman. Minglab sizlarni yaxshi ko'raman. Muqaddas opa, Allohimga oson. Niyatni butun qilavering. Hali dadamga, ayamga eng qimmat mashinani sovg'a qilaman deb, Allohim bir pasda beradi. Sayohatlarni biletini qo'llariga beraman deb, Allohimga oson bir pasda beradi. Ko'z tegmasin. Bugun juda ham chiroyli to'yxona, Sherali aka ustozimning farzandlari mana quvonchli kunlarda tarixni muhrlayapti. Ishlariga omadlar tilaymiz. Lekin san'atkorlarni zo'rini tanlabsizlar, Mehriddin aka. Biz to'yni ko'rib, guvoh bo'lib turibmiz. To'y yonayapti majoziy ma'noda. Ko'taran kayfiyatda davom etadi Mehriddin aka. Ota-onalarimiz shu vaqtli oilamiz shu chiroyli qo'shiqlarni ijro etdik. Hammamiz azizlar chetda qarab turmaysizlar. Qarshi joy o'tkazib olmaysizlar. Barchani taklif qilamiz shu qo'shiqlarimiz sizlar uchun ota-onamiz o'ynasin, vaqtli oilamiz o'ynasin. Marhamat. Yine qamat, yine boy, yine bazım, yine toy, yine qamat, yine boy, yine bazım, yine toy. Göz aldımda mucize, göz aldımda mucize. Neler abu, neler bu kuşuroy. Alalay, 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 alalay.
bo'ladigan xonanda Mehrin akam Nosirovga. Qolaversa asl farzand chiqar deydilar Asalxondan. Moybuloq deb atalgan muborak zamindan kamtarin farzandi zabardast o'g'loni Mirolimjonga alohida rahmat. Sheragamning o'g'illari Sheragamni hammamiz yaxshi bilamiz. Ko'p yillar elga xalqqa beminat xizmat qilgan Mirolimjonning yonida mana shogirdlari shu yigitga Alloh quvvat bersin. To'yxonamizning ma'muriyatiga rahmat. Oltindan qadrli vaqtlarni ayamasdan tashrif berdinglar. Qadamlaringizga hasonat. Sizlarga ham to'y muborak bo'lsin. Bugun to'yxonada g'ayvla taomni hurmatlab, bugun farzandlarni hurmatlab, shu yerda Isoqil davomni, Zokir Qudobovni hurmatlab tashrif buyurgan mehmonlar orasida Kattaqo'rg'on, Iska, Safxozdan atay mehr tortib tashrif buyurgan Abdulla akam sherda. Abdulla aka, Domkon bova, shu davramizga bir marhamat qiling. Abdulla akamning yonlariga
shu G'aybulla tog'amning qadrdon do'stlardan Qulmama tog'am kelsinlar, Qulmama tog'am. Keling sizam, keling. Davramizda yana bir az mehmon bor. Jabbori Farg'od aka, cherdalar ham. Farg'od aka, sizam keling. Lutfulla aka, Abdullayev ham kelsinlar, Lutfulla aka. Kelinglar sizlar ham, Abdulla aka. Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin. Xush kelibsiz. Bugun to'y sizniki, bizniki, shu mahalla, shu eldiki, shu qatorda sizlarga ham to'y qilmoq bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Mana G'aybulla akamiz, Zokirjon, Elyor akamiz, qani Elyor o'zi yozgan dasturxonga xush kelibdilar. Bular sababchilari Elyorjon namizda o'g'illari Jahongirjon bilan yana Sherazonni mana hatto to'yga o'tiribmiz. Bu 2 yosh o'ynab o'sib yurtimizga, elimizga, xalqimizga, ota-onasiga xizmat qiladigan bir o'qimishli yigitlar bo'lsin deb niyat qilamiz. Mana shunday to'ylar muborak bo'lsin. Bu G'aybulla akamizni, Fayzul akamizni, Zokirjonni hammalaringizni to'ylar bilan qutlab yoshlar baxtli bo'lsin. G'aybulla akamizni 13 yoshlar ekan, kelinlar 13 ga kelar ekanlar. Ikkovi 100 yosh. Bular 100 yoshga kirishini niyat qilamiz ularni. Baxtli bo'lsinlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana. Rahmat. Hatto quchoqlab ham qo'ying, bir bag'ringizga bosib qo'ying. Qulmatga ham qanlar. Qulmatga do'stimni ko'rib bugun bir qarish o'sdim. Bu yerda Lutfulla akam o'tiribdilar, Lutfulla aka qanisiz? Farg'od akam bitta niyat qilamiz, to'ylar bilan muborak bo'ling. Assalomu alaykum. Mehmonlar, mezbonlar. G'aybulla akamiz xonadonida, qolaversa Zokir akamiz xonadonida, Sahro akamiz xonadonida to'y maskanlar, to'y tantana. Avvalambor aka to'ylar muborak bo'lsin. Sizga ham, akam sizga ham, akalar muboraklar, katta yigitlar bo'lsin. Yaxshi insonlar bo'lsin, elimizga, yurtimizga xizmat qiladigan insonlar bo'lsin. Kelgusida mana bugun payg'ambar yoshligimiz Alloh nasib qilsin, bu yerlarga hajlarga borib kelib, katta hajlarga ziyoratlarni qilib kelib, elga osh berish hammaga nasib qilsin. Shu qatorda sizga ana Zokir akamga, yangamga, bizning urug'larimizga qo'shimchamiz bor. Singlimiz sizga chiqib turibmiz. Jiyanchalarimiz katta yaxshi insonlar bo'lsin. Hech bo'lmaganda sizga o'xshagan insonlar bo'lsin. Reisimiz yaxshi gaplarga qo'shildi. O'zim nomidan, oila a'zolarim nomidan bir guruh Jabboni Farmonlar nomidan tabrik etaman. Faqat xonadoningizda yaxshi kunlar to'ylar bo'lsin, yomon bo'lmasin. Shu yigitlarni uylanish to'yida, shu yerda o'tirgan odamlar hammasi to'yda ko'rib qatnashsin. Ko'paysa ko'payaylik, qatorimizdan norimiz kamaymasin. Rahmat reislar. Rahmat, ilohim. Yaxshi niyat yarim davlat, ko'pni duosi ko'p bilir. Duo olgan zaminda omon, la'nat olgan azizim yomon. Duo bilan el ko'karmoqda, yomg'ir bilan yer nishadi. Aytilgan niyatlar ijobat bo'lsin, do'stlardan ham bir og'iz tabrik bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun G'aybulla xonadonida, Elyorboyda, Abrorboyda xonadonida katta to'y tantana. Mana shu tantanalar sababchilari bilan o'g'ilchalari sunnat bo'lyapti. Mana yigitlar katta yigit bo'lsin. Otalar bog'larda elga xizmat qiladigan yigitlar bo'lsin. G'aybulla yuramiz, sog' yuramiz, Zokir Xudoyoni to'y bilan tabriklayman. Bu kishilar topganlar to'yga buyursin, hamisha sog' salomat bo'lsin. Endi G'aybulla yuramizga yo'l birini bo'lyapti. Kichkinagina sovg'amiz bor, sovg'ani topshiramiz, xudo xohlasa. Yurib boshini suvdan chiqmasin, xudolar bilan ma'jiza to'y berib charchamang. Do'stlar nomidan bitta chiroyli to'y niyat qilingan ekan, G'aybulla tog'amga. To'y muborak bo'lsin. Bitta qarsoq solib qo'yaylik, bitta qarsoq. Do'stlar, G'aybullajon bizdan iltimos qilyapti, shu bitta chiroyli qo'shiq bo'lsa, shu G'aybullajon do'stim bilan bir o'ynaymiz deyapti. Marhamat, eng chiroyli qo'shiq, bir jim qisqagina do'stlar uchun. Ular bor dunyoda, igimiz boshim. Bugun ko'zlarimda sevishli yoshim. To'yimni to'rida, otam o'ynasin, otam uyog'ida, onam o'ynasin. Orzuliklar, bizlarni boqgan, hovlisini shirgan, namon qo'rqan. Shunday shoshilmoqda, yuragim oqqan.
bayroq to'ymasin, o'sha qarisini o'ynab to'ymasin. Bugun o'ynamasa, qachon o'ynasin? To'yimni to'yda otam o'ynasin, otam yonida ona o'ynasin. To'yimni to'yda otam o'ynasin, otam yonida ona o'ynasin. Otam yonida ona o'ynasin. Yapma,